Assalomu alaykum, umar kichik do'stlar. Bugun Ali Baba nomli cho'chakni anglayli. Burunqi zamonda bir aka-uka o'tgan ekan. Akasining ismi Qasim bo'lib, nihoyatda boy ekan. Ukasining ismi Ali Baba bo'lib, intayin kambag'al ekan. Ali Baba har kuni eshkini haydab, toqqa berib o'tin kesib kelgan. Bir kuni Ali Baba toqqa o'tin keskili chiqib, 40 qaroqchini ko'rib qopti. Qaroqchilar boshlig'i o'ngkurning tosh eshigiga qarab, "Kunjut, eshikni och" degan ekan. Eshik g'och qilib ochilibdi. Qaroqchilar bulab kelgan oltin kumush marvoyitlarni o'ngkurga joylashtirgandan keyin o'ngkurdan chiqib, "Kunjut, eshikni yop" degan ekan. Eshik yopilibdi. Qaroqchilar ketgandan keyin Ali Baba qaroqchilar boshlig'ini do'rab, "Kunjut, eshikni och" degan ekan. Eshik darhol ochilibdi. Ali Baba o'ngkurga kirib, qaroqchilar bulab kelgan oltin kumush marvoyit qatorliq boyliqlarning o'ngkurda to'lib yotganligini ko'ribdi. Ali Baba 3 xaltaga liq oltin to'shqizibdi-da, o'ginib olgani bo'yicha o'ngkurning eshigini yopib, xo'shal-xo'ram holda uyga qaytib ketdi. Akasi Qosim bu ishdan xabar topgandan keyin buning sirini bilmoqchi bo'lib, Ali Babaning uyiga keldi. Ali Baba bu sirni akasiga aytib beribdi. Atsi Qosim 10 eshakni haydab toqqa chiqibdi. U o'ngkur oldiga kelib, "Kunjut, eshikni och" degan ekan. Eshik rostilla ochilibdi. Qosim o'ngkurga kirib, boshqalarning bilib qilishidan ansirab, eshikni yopib o'tibdi. O'ngkurdagi boyliqlarni ko'rib, hayron qoldi va hammasini elib ketgisi keldi. U hamyon xurjinlarini to'shqizib bo'lib, uyiga qaytadigan chog'da eshikni ochishda deydigan gapni unutib qilib, aloqzodi bo'lib ketibdi. Bir hozirdan keyin qaroqchilar qaytib keldi. Qosim qochishga ulgurolmabdi. Qaroqchilar boshlig'i uning beshini tinidan judo qildi. Qaroqchilar o'ngkurdagi boyliqlarning ozlab qolganligini ko'rib, buningdan boshqa yana birsi kelgan o'xshaydi deb, qo'l chumoqchisini shu odamni tepib kelishga avatibdi. Qaroqchi surishti qilib, Ali Babaning o'ngkurga borganligini bilib, uni yarim kechida ujuqtirib etish uchun uyining eshigiga bir chambar sizib belgi qilib qo'yibdi. Ali Baba qaroqchining yomon niyatini bilib qilib, hamma qo'shnilarning eshigiga chambar sizib qo'yibdi. Yarim kechida qaroqchilar kelib, qarog'dak bo'lsa, hamma uyning eshigida chambar siziqliq turg'udak. Ular ilojsiz solishib qaytib ketibdi. Qaroqchilar boshlig'i ochiqdan yerilay deb qopdi. U o'zi yolg'iz shaharga kirib, Ali Babaning uyini so'rab bilib olibdi. Qaroqchilar boshlig'i 40 dona kup tayyorlab, 2 kupga qichimiyi, qolganlariga qaroqchilarni qachilatdi. Qaroqchilar boshlig'i kupga tosh tashlagan hamon qaroqchilar kupdan chiqib, Ali Babani o'ldirmoqchi bo'ldi. Qaroqchilar boshlig'i may sotquchi qiyofatida yasinib, Ali Babaning uyida qo'nish uchun panohlik tilab kiribdi. Ali Baba uni nihoyat qizg'in kutib olibdi. Dal tomoq yeyotganda chiroqning miyi tugab, chiroq o'chib qoldi. Ali Baba chiroqqa may qo'yish uchun kupning yeniga berib, eng orqadagi 2 kupda may borligini bayqabdi. Ali Baba qaroqchilarning hil-mekrini bilgan bo'lsa-mu, uqmagan qiyofatga kirib olibdi. U ayolini yo'g'on qozonda may cho'chitishga buyuribdi. May qizigandan keyin Ali Baba har bir kupning og'zini ochib, cho'chigan qiziq mayni kupga qo'yibdi. Yarim kechida qaroqchilar boshlig'i kupga tosh tashlagan vaqtda qaroqchilarning qiziq mayda kuyib o'lganligini uqibdi. Fursat kutib turgan Ali Baba qaroqchilar boshlig'ining beshini tinidan judo qildi. Shundan keyin Ali Baba o'ngkurga berib,
önkürdeki boyliqlarning hammasini kambag'allarga bo'lib beribdi. Hammaylar uni oq ko'ngil kishi deb maqtashibdi. Umaq do'stlar, bugungi cho'chkimiz mushu yergacha. Allohga omonat.